Dubayga ko'p kelgan bo'lsangiz ham bu yo'lga aniq kelmagansiz. 90 dan ortiq mamlakatlarning madaniyati, milliy taomlari hammasi shu yerda jamlangan. Bu yerda har bir pavilyon alohida davlat. Turkiyaning qizg'in ko'chalari, Hindistonning shovqinli bozori, Afrikaning milliy raqslari, Yevropaning nozik dizayni hammasi bir joyda. Ayniqsa kechasi bu yerda atmosfera bomba bo'ladi. Sehrli, chiroyli yonadi, jonli shoular boshlanadi. Havoda esa turli mamlakat taomlari bo'ladi. Xohlagan ovqatingizni xohlagan narxda sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerga kelgandan keyin chiqib ketishingiz ancha qiyin bo'ladi. Chunki bu joy menga nafaqat sayohat, balki butun dunyo bilan tanishish imkoniyatini bergan. Bu joy haqida ko'p gapirsam ham sizga albatta oxirida joy nomini yozib qoldiraman. Xo'sh, bu yerga kelganmisiz yoki kelmaganmisiz? Agar siz ham Dubayga yaqin orada kelayotgan bo'lsangiz, albatta bu yerga kirib o'tishingizni tavsiya qilaman. Joy nomi esa kommentariyada. Bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Eng yaxshi tillar Sakabrida.